Assalomu alaykum og'alarim, omonmisizlar. Sizlarga Zangiota tumani Bo'suv hududi Achsoy MFdan uchastka topganmiz. Akalar, joyimizni ko'rishingiz mumkin. Yo'l yuzida joylashgan birinchi liniya. Yo taraf Bo'suv sentri deyiladi. O'sha yerda maktab, bog'cha, apteka, xozmak nima qidirsanglar, mana bu 200 metr bo'lgan masofadan topishingiz mumkin. Xo'p. Endi sizlarga uyimizning ichki obzorini ko'rsatamiz. Bu yerda gaz, suv, svet, hech qanaqa muammosiz shahar avtobuslari qatnab turadigan joy akalar. Bismillahirrohmanirrohim deb zikr qilamiz. Ko'rishimiz bilan boshqamiz. Xo'p, o'tirib yurganimizda yo'qonamiz. Bundan chiqib yo'qonamiz. Bu ikkita xonamizga chiqib kelamiz. Bir boshqamizdan yana to'g'ri yurib, yana o'ng yurganimizda bu yerda yana ikkita xonamiz joylashgan. Bu vaqtincha yashab turish uchun bo'ladigan joylarimiz. Xo'p. Bu yerda oshxonamizga chiqamiz. Oğlanın joyi ko'rdinglar, bu suv markazida joylashgan joyimiz. Xo'p, 8 6 xonadan iborat bo'lgan joyimiz. Yer hisobida beramiz deyapti. Egalar nomerlarini aytsangiz yozib qo'yamiz, bemalol telefon qilib baraka qilishingiz mumkin. 1 soatga 10 mingdan so'rashyapti. Xo'p, bu suv markazida yetkazganimizda bu yerda hamma sharoitlar, hamma qulayliklar atrofida mavjud. Maktab, bog'cha yaqin, poliklinika, aptekalar atrofida. Akalar, shu Bo'suvni uzoqda deydiganlar uchun Bo'suvga 4 marta kelgan odam aka o'zini qo'shnisini uyiga kirib chiqqanday bo'lib qoladi.